Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal günlük xəbərlərimizi görüşənlərini qızğın qarşı alırıq. Mən Abdullah Yalqun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyada olub atqan gün tərtibdəki xəbərlərini huzurunuzğa sunuşduracağıq. Qənəmizdə diqqətinizlər ekranımız olsun. Xitay o'quvchi Avstraliyadan qo'g'lab chiqarildi. Yaqında Avstraliyaga borgan bir Xitoy o'quvchi chegarada tekshirilgandan keyin qo'g'lab chiqarilgan bo'lib, Xitoy Tashqi ishlar ministrligi buningga qarshi turadiganligini bildirgan. Reuters agentligining bu vaqtdagi xabarda bildirilishicha, Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Wang Wenbin 29 mart qarorlik axborot e'lon qilish yig'inida Avstraliyaga kirgan Xitoy o'quvchining so'roq qilinganligi va chegaradan qo'g'lab chiqarilganligi haqidagi savolga javob berib, Avstraliya tarafining harakatiga qat'iy qarshi turadiganligini bildirgan. Xitoy kundalik gazeti bu ishdan xabardor kishilarning so'zini naql keltirib xabar qilishicha, yaqinda va bir oy ilgari ayrim holda Avstraliyaga o'qishga mangan ikki Xitoy o'quvchi Sidney xalqaro aerodromiga kirganda Avstraliya tamojna xodimlari tomonidan so'roq qilinib Xitoyga qaytarilgan. Buning sababi mazkur Xitoy o'quvchilarining harbiy mashq tarixini yushirganligi ekan. Ma Xingrui islom dinini xitoylashtirish siyosatini qayta ta'kidlamoqda. Xitoy Sharq Turkistonda ijro qilib atgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini yolg'on tashviqotlari orqali xalqaro jamiyatdan yushirishga urinish bilan birga Sharq Turkistonda atalmish islom dinini xitoylashtirishda ching turish, sotsializm jamiyatiga texmi uyg'unlashtirish kerakligini qayta ta'kidlamoqda. Xitoyning Sharq Turkistondagi tashviqot organi Tangritog' to'rining xabarida bildirilishicha, atalmish Uyg'ur Abnum rayonlik partiya komitetining sekretari Ma Xingrui qo'rchoq amaldori Zumrat Ubul Abduraqib Timurniyoz qatorliqlar bilan birga 25 mart atalmish Xinjiang Islom dini jamiyati va Islom institutini ziyorat qilgan. Ma Xingrui ziyorat davomida Xinjiangda islom dinini jungochilashtirish yo'nalishida ching turib, dinni sog'lom taraqqiy qildirishni ilgari surib, Xinjiangda islom dinini sotsializm jamiyatiga texmi uyg'unlashtirishga yetaklash kerak deb bildirilgan. Ma Xingrui yana xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yash maqsadida ta'sis qilgan atalmish islom dini jamiyatidagi qo'rchoq amaldorlar bilan ko'rishganda, dinga e'tiqod qiladigan ommaga partiyaning din siyosati, qonun nizom tashviq tarbiyasini yanada kuchaytirish kerak deb chora solgan. Xitoy rejimi 2017 yildan boshlab atalmish Xinjiangni madaniyat bilan uzuqlantirish qurilishi nomli planini ijro qilishga va tashviq qilishga boshlagan bo'lib, bu orqali Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq qatorliq millatlarni Xitoy madaniyatini qabul qilishga majburlamoqda. Shundaqla atalmish millatlarni o'zaro qo'shib o'tish fikrini kuchab tashviq qilib, milliy kimlik va diniy e'tiqodni umumyuzlik bostirmoqda va bu jarayonda Xitoyning siyosatiga to'salg'u bo'ladigan shaxs va tashkilotlarni turli bahonalar bilan ko'zdan yo'qotmoqda. Undan boshqa Xitoy yaqinqi mezgillarda Sharq Turkistonda atalmish islom dinini xitoylashtirish, sotsializm jamiyatiga uyg'unlashtirish nomidagi terror siyosatlarini qayta ta'kidlab, Sharq Turkiston xalqiga qaratgan bostirish harakatining texmi qattiq tariqada davomlashadiganligidan bishorat bermoqda. Kuzatuvchilar Xitoyning har xil rezil vositalar va turli bahonalar bilan Sharq Turkiston xalqining moddiy, ma'naviy madaniyatini cheklab, vayron qilib atganligini, buning natijasida 16 mingdan ortiq masjid chaqib etilgan yoki buzib etilganligini, necha minglagan o'limaning o'ldirilgan yoki turmaga tashlanganligini, xalqaro jamiyatning kuchlik ayblashlariga qaramay yanada irqiy qirg'inchilik siyosatidan voz kechmaganligini ta'kidlamoqda. Shundaqla islom dunyosidagi bir qism tashkilotlarning Xitoyning islom va musulmonlarga qarshi ijro qilayotgan jinoyatlarini ko'rmas bo'lib olganligini, natijada Xitoyning xotirjam holda terror siyosatlarini texmi vahshiylarcha ijro qilishni ta'kidlayotganligini bildirishmoqda. Xitoy Sharq Turkistonni xitoylashtirishga selayotgan mablag'ni zo'r darajada ko'paytirdi. Xitoy uzun yillardan beri Sharq Turkistonni xitoylashtirish razil plani bo'yicha Sharq Turkistondagi toshyo'l va temir yo'l liniyasini ko'plagan Xitoy o'lkalariga tutashtirgan edi. Yaqinda Xitoy yana Sharq Turkistondagi Osiyo qurilishiga zo'r ko'lamda xarajat ajratishga boshlagan bo'lib, bu yil Sharq Turkistondagi aerodrom turiga 7 milliard 880 million yuan mablag' selishni planlagan. Tangritog' to'rining 28 martdagi xabarida bildirilishicha, Xitoy Avasiyasi atalmish Xinjiang boshqarish idorasi bu yil Sharq Turkistonda Yipak yo'li iqtisod balbig'i yadrolik rayoni qurilishi va Avasiya qurilishini tezlatish, tutashtirish, kirish-chiqishni tezlatish nomlarida 4 andizalik aeroport qurilishini asos qilgan holda Urumchi xalqaro Avasiya tuguni qurilishini tezlatishni va bu turga 7 milliard 880 million yuan mablag' selishni planlagan.
Xitoy bu planga asosan tarmoq liniya aerodrom qurilishini tiziltish bilan birga hammabop aviatsiya bilan boshqa qatnash shakllarini jipslashtirishni kuchaytirib, butun Sharq Turkistonning g'o'l liniya bilan tarmoq liniyalar tutashgan qisqa masofalik transport to'rini shakllantirmoqchi bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy aviatsiyasi bu yil Xitoylarning Sharq Turkistonga sayohat qilishi va ko'plab ko'chib kelishini qulaylashtirish uchun Urumchi aerodromini o'zgartib kengaytirish qurilishini tiziltirdi ekan. Mo'g'ulko'ra Toshqo'rg'on Aral aerodromidan iborat 3 aerodromni putkazdi ekan. Xijing Sharqi Jo'ng'ar Barko'l aerodromidan iborat 3 aerodrom qurilishini boshlaydi ekan. Qashqar Tumshuq aerodromini o'zgartib kengaytirish qurilishini putkazib, ishga kirishtirishni tiziltirdi ekan. Shundaqla Turpan, Qaramay, Narat aerodromi va Xotan aerodromini o'zgartib kengaytirish qurilishini tiziltirdi ekan. Bugur, Qubuqsar, Shixo, Charjan diviziya aerodromini yangidan qurib chiqdi ekan. Gerçi Xitoy rejimi Sharq Turkistonning qatnash sohasini taraqqiy qildirganligini da'vo qilayotgan bo'lsa-mu, bu qurilishlarning amaliyoti Sharq Turkistondan bulang-talang qilingan boyliqlarni Xitoyga ko'plab to'shish va Xitoy aqqullarining Sharq Turkistonga yerlashishini tezlatish maqsadida barpo qilinganligi o'tirg'a qo'yilmoqda. Filippin Xitoyni aybladi. Filippin Xitoy dengiz saqchi atriti paraxotining Filippin dengiz tavalligiga yaqinlashganligini aybladi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Filippin dengiz qirg'oqi muhofazachilar atriti 27 mart bayonot e'lon qilib, Xitoy dengiz qirg'oqi muhofazat atritining yaqinda talash tartish bo'layotgan Janubiy dengizda harakat qilib, yaqin atrofdagi Filippin paraxotlarining harakatini cheklaganligini bildirgan. Bayonotda deyilishicha, mazkur voqea 2 mart Xitoy Huangyan oroli deb ataydigan Filippinliklar Bayo de Masinloq deb ataydigan orolning atrofida yuz bergan. Filippin dengiz qirg'oqi muhofazat paraxoti ayni vaqtda dengizni chorlash vazifasini ijro qilayotgan ekan. Filippin dengiz qirg'oqi muhofazachilar atritining aytishicha, voqea yuz berishidan ilgari Xitoy cho'qim G'arbiy Filippin dengiziga mas'ul bo'lgan Filippin davlatlik alohida xizmat guruhining ma'qulligini elishi kerak ekan. Bu voqeaga chetishlik bo'lgani Xitoy dengiz qirg'oqi saqchi atritining 3305-nomerlik paraxoti ekan. Xitoyning mazkur paraxoti Filippinning Malabuligu paraxotining faoliyat rayonini cheklab, 1972-yili yo'l qo'yilgan dengizda so'qilishning oldini olish haqidagi xalqaro ahdnomaga xiloflik qilgan. Filippin dengiz qirg'oqi muhofazat atritining qo'mondoni Artemio Abuning aytishicha, Filippin Tashqi ishlar ministrligi va Xitoyning Maniladagi bosh elchixonasi bu masala haqida hech qanday ifoda bildirmagan. NATO Firiziya bayrog'i 2022 manevrini boshladi. Shimoliy Atlantik Akti tashkilotining havo qo'g'dinish urushiga munosabatlik Firiziya bayrog'i 2022 nomli manevri Gollandiyaning shimolidagi Levardi havo armiya bazasida boshlandi. Turkiya ovozi radiosining xabarida bildirilishicha, Levardi F-35 havo armiya bazasi e'lon qilgan yozim bayonotda Firiziya bayrog'i 2022 manevrining Gollandiya havo tavalligi va qisman Daniya havo tavalligida o'tkazilganligi qayd qilingan. Bayonotda manevrga Amerika, Angliya, Fransiya va Kanada qatorliq NATO davlatlaridan 30 aeroplanning Levardi bazasiga keltirilganligi tilga ilingan. Bayonotda Firiziya bayrog'i 2022 manevrining NATOning har yili Gollandiyada o'tkaziladigan harbiy manevrlarning biri ekanligi eskartilish bilan birga, buning 24 fevraldan buyon davomlashayotgan Ukraina-Rossiya urushi bilan munosabati yo'qligi ta'kidlangan. Manevrga sohibxonlik qilgan Gollandiya Levardi havo armiya bazasining qo'mondoni Johan van de Winter yerlik taratqularga bayonot berib, har qachon manevr o'tkazamiz, vaziyatning keskinlashish ehtimoliga qarshi tayyor turishimiz kerak degan. Ma'lum bo'lishicha, mazkur manevrga taxminan 1000 askar qatnashadigan bo'lib, 8 aprelgacha davomlashadi ekan. Rossiya qismlarining Ukraina urushida tortgan ziyonlari e'lon qilindi. Rossiya qismlari Ukrainaga urush boshlagandan buyon 17200 askar, 127 aeroplan, 129 tik uchar va 597 tankisidan ayrilib qolgan. Turkiya ovozi radiosining xabarida aytilishicha, Ukraina armiya bosh shtabi Rossiya armiyasining 24 fevraldan 29 martgacha tortgan ziyonlari haqida sonliq ma'lumot e'lon qildi. Buningga asoslanganda Rossiya armiyasining Ukrainaga hujum boshlagandan buyon 17200 askari hayotidan ayrilgan. 127 aeroplan, 129 tik uchar, 597 tanka, 1710 bronevik, 303 zambirak, 96 raketa quyib berish sistemasi va 54 havo mudofaa sistemasi pachaqlab tashlangan.
Rossiya qismlari yana 1178 avtomobil, 7 paraxod va tez suratli kema, 73 yiqilg'i to'shig'uvchi avtomobil va 71 uchquchsiz aeroplanidan ayrilib qolgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainaga qarshi qo'zg'agan urushi sababli xalqaroning kuchli tanqidiga uchrayotgan bo'lib, Amerika prezidenti Joe Biden Putin haqida bu kishi hokimiyat beshida turmasligi kerak degan iboralarni ishlatgan va bu so'zidan qaytmaydiganligini va buning uchun kechirim so'ramaydiganligini ta'kidlagan. Biden Putin haqida aytgan so'zlarining Ukrainadagi jiddiychilikni kuchaytirib etadiganligiga ishonmaydiganligini tilga olib, agar Putin bu yo'lni davomlashtirsa, u butkul dunyo jamoatchiligi tarafidan chetga qiqiladi deganlarni so'zlariga ilova qilgan. Hürmetli televizor görüşler, şuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Atki xabarimizni ko'rishga sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.